16-17 may kunlari O'zbekiston Milliy bog'ida Sport vazirligi tashabbusi bilan etnosport turlari bo'yicha Uzbekistan Ethno Games Respublika festivali doirasida musobaqa bo'lib o'tdi. Unda 200 nafarga yaqin vazirlik, yuqori turuvchi respublika tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan xodimlar ishtirok etishdi. Qatnashchilar tosh ko'tarish, arqon tortish, qarab tep, milliy kurash, mast wrestling, kamondan otish sport turlari bo'yicha kurash olib borishdi. Belbog'li kurash, bahodirlar o'yini, to'ron yaki kurashi, o'zbek jang san'ati bo'yicha milliy va etnosport turlari federatsiya va assotsiatsiyalarining chiqishlari bilan davom etdi. Bundan tashqari milliy xalq o'yinlari, chillak, oq terakmi, ko'k terak, mindi, kim oladiyo bo'yicha umumta'lim va ixtisoslashtirilgan sport maktablari tarbiyalanuvchilari ishtirokida ko'rgazmali chiqishlar tadbir tomoshobobligini oshirdi. Milliy hunarmandchilik namunalaridan iborat yo'lak bog'ga yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Mazkur tadbir biz kabi xodimlar uchun ayni muddao, xususan idoramizda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sog'lom turmush tarzini olib borishda juda muhim o'rin egallaydi. Xususan bugungi tadbirda ham bizni 8 nafar xodimlarimiz o'zlari belgilangan sport turlari bo'yicha ishtirok etishmoqda. Hozir meni galim keladi. Kamondan o'q otishda ishtirok etaman. O'ylaymanki, munosib o'rinni egallayman. Xalqimizning eng sevimli yakka kurash sport turlaridan bo'lmish milliy kurash yo'nalishidagi raqobat shiddat bilan kechdi. Ravshan Jo'rayev, Akmaljon Yorqulov, Alisher Hakimov, Abbos Haydarov, Javohir G'afurov o'z vazn toifalarida g'olib bo'lishdi. Mast wrestling sportida esa ayollardan transport nazorati inspeksiyasi xodima Yuliya Samenova, Turonbank xodimasi Shahzoda Fozilova kuchlilar qatorida e'tirof etildi. Erkaklar o'rtasidagi murosasiz bahslarda Hasan Boboqulov, sport vazirligi xodima Jahongir Yariyev, o'z standart vakili Mirjamol Odinayev o'z vaznlarida tengsiz bo'lishdi. G'olib va sovrindorlar vazirlik va homiylar tomonidan taqdim etilgan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Xodimlar o'rtasida biz ularni o'sha misol uchun shu sport turiga qiziqishlarini orttirib, ya'ni milliyligimizni yoritib, ularga singdirib borib, hamda bu sport turlarini ommaga, ya'ni ommaviy sportga o'sha aylantirishga hissa qo'shyapmiz. Bu butun respublika bo'yicha ham tashkil etilgan festivallar, respublika miqyosida ham bu tadbirlarimiz bo'lib o'tmoqda. Etnosport turlari aholi o'rtasida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantiradi, xalq urf-odatlariga hurmat bilan qarashni o'rgatadi. Bu sport turlari nafaqat jismoniy chiniqishga, balki sabr, iroda, hurmat, halollik kabi fazilatlarni ham tarbiyalaydi. Asosiysi xodimlar o'rtasida birdamlik va hamjihatlikni kuchaytirib, sport raqobatida o'zlarini sinab ko'rishni, turli tashkilot vakillari o'rtasida iliq hamkorlik muhitini yaratishda muhim rol o'ynadi.